Bu mashina hozir akamiz bilan gaplashamiz. Keling, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Qanday bo'lyapti? Necha pul so'rayapsiz? 122 million deb turibman. 122 million so'ralyapti. Top-toza 22 ha? Top-toza 22. O'zi nomad so'rayotgan yo'q ekansiz. Qo'lni berasiz. 15 ta qilib qo'yaylik. Ha? 10 desam nomadli bo'ladi, 15 qilib qo'yaylik shuni. Chunki 116 million so'm tirikchilikka so'radi. Ha. 116. Ularniki ham naqd bo'ladi, endi tirikchilik bo'lgandan keyin naqd bo'ladi. Bo'lmasa bunday qilamiz. Siz bu yoqdan oling. Mashinam ko'rinsa uzoqroqdan. Bunday qilamiz aka. 16 ta so'ragan bo'lsa, 17 qilib qo'yaylik shuni. Ha? Bo'ldi, men sizni gapingizga ishondim. 16 ga so'raganiga 16 dan 1 million baland qilib qo'yamiz. 117 sizda aytib kelsa beraman. Ha. Bozorda bo'lsa, mayli 20 ga soting. Instagramdan, Telegramdan, YouTubedan meni arzon izlaymiz deb kelsa, 117 ga bo'ladi, ha? Hurmatli jentramen degan aziz insonlarimiz, aziz yurtdoshlar, biz yana bir jentran yondamiz. Yangiroqdan, tiniqroqdan bo'lsin degan azizlarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan bir kurukka yaqin probegda ekan, 95 ming yurgan, hali bir kurgan bo'lgani yo'q. Pachka balolar qo'yib qo'yilgan, 4-pakalina metan, kraskasi top-toza. Kraskasi top-toza. Hech qanday xarajati yo'q. Motor hadoyi ham zo'r. Bir yechilgan joyi, almashgan joyi bo'lsa $1000 kamiga. Hamma narsa zavodga turibdi ekan. Oxirini 117 ga ko'ndirib qo'ydik. Kimga ma'qul kelayotgan bo'lsa, undan kamiga bo'lmaydi. Albatta. 117 million beraman. Undan kamiga beraman. Bizning kanaldan kelayotgan bo'lsa, 117 ga arzon izlaymizdan keldik desangizlar, 117 ga qilib beray ekanlar, undan kamiga bo'lmay ekan. Kimga qiziq bo'lsa, akamizning nomerlariga aloqaga chiqamiz, bosamiz. Aka sotilsin. Charchamang.